Doğru. To'xtatib ham chizim kerak, yana Qarab ham chizsa boshqa joyda zo'r. Mana shunaqa chizuvring. Mana buningiz вообще chiroyli. Faqat mana bu asosan biz mana 2 o'tamiz. 1 ularni ham chizib ketdik. Bugun imtihon. Ko'pchilik to'g'ri topdi. Birinchi to'g'ri topgan insonga kartalarga pul tashlab qo'ydim. Rahmat kattakon. Drain effektdan kunimizni boshlaymiz har doim. Ertalabda qo'shnimizni yugurib chiqibdilar, Shahnoza deb to'xtatyaptilar, endi ketyapti, bular desam, nima ichdingiz, iltimos eting deyaptilar. Ya'ni ozish uchun. Mandan har ikkita SMS bittasida direktimga yana NL iltimos atmetka qilib yuboring, nomerlarni qoldiring deb yozyapsizlar. Shuning uchun sizlarga spetsialni ko'rsatyapman. Kokteyllari, Drain Effect, Detox'i uchalasini ichib turib ham mashinada zo'r ozvasanglar bo'ladi. 1 oy ichida yoki 20 kun ichida. Agar sizlarga 5 kilo ves tashlab shuni o'zi yetarli bo'lsa, o'sha yerda bloklab, уже qaytib bu narsalarni mahsulotlarni ichmaysizlar. No, lekin agar yana ves tashlamoqchi bo'lsangiz 2 oylab ichishingiz to'g'ri keladi. Ya'ni 5 kilodan 10 kilo, 15 kilogacha 1 oy, 2 oy, 3 oyda ves tashlashingiz mumkin, azizlarim. Drain Effect bu yuzdagi atoklar, qo'ldagi ishishlarni oldini oladi va kechgacha sizlarni energiyaga boyitib yuradi. Energiyangiz qayerdan deysizlar-ku? Mana shu draindan har doim ichaman. Juda ham zo'r, yalpiz ta'mli. Odamgacha svejest beradi. Mazza. Обязательно olib ichinglar. Mencha sizlarga o'zimni oladigan joyimni aytib qilaman. Madina dugonam necha yilga bemalol ularga murojaat qilishingiz mumkin. Hozir как раз marafonlar ketyapti, nimadir ish qilib birgalikda hamma bilan ozasizlar, zo'r natijaga erishasizlar. Prosta nima desam, o'zinglardagi bo'lgan irodani mustahkam qilinglar, shularni olib ozinglar. Faqat shuni ichib, xudo xolisa, zo'r natijaga erishasizlar. Sizlar uchun qoldiraman, обязательно o'tib, bemalol konsultatsiya olishingiz mumkin. Meni nomimdan konsultatsiya tekin. Sog' bo'linglar. Faridaxonni maktabga hamma dokumentlarni yig'ib bo'ldik va nihoyat mana hamma narsasi bor уже. Voy, 3 to'rt rasm qilib ketibdi. Esdan chiqibdi-ku. Hozir adamlar aytaman tashlavoraylik, chiqarib olamiz. Oxirgisi psixonevrologdan o'tdik. Hozirgina zo'r dedilar, gap yozib berdilar. Shunaqa. Bitta 3 to'rt rasm olsak bo'ldi.